ota-ona bera olmaydigan, ota-onani o'rnini bosa olmaydigan narsa bor. Bu ikkita narsa. 20 yil, 30 yildan keyingi holatini o'ylab bolaga qarorlar chiqarish birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa, har qanday holatda ham bolani yaxshi ko'rish. Bu juda ham kerak. Chunki qaysidir holatlar bo'ladi, tengdoshlar o'sha boladan voz kechadi. Misol uchun zo'r o'qigan bolaga hamma yaxshi ko'rib, "Voy, sen zo'rsan" deb tursa, bola o'qimay qo'ysa undan voz kechishligi mumkin. Sinfdagi eng kuchli bolani hamma hurmat qilib tursa, yutqizgandan keyin uni hurmat qilmay yaxshi ko'rmay qolishi mumkin. Lekin o'sha insonlarni, o'sha bolalarni, bolakaylarni ota-onalar uni yaxshi ko'raveradi. Yaxshi ko'rgani uchun ishonadi, qila olasan deydi. Ishongani uchun kutib turadi 5 yil. 5 yildan keyin u bola natija qiladi. Chunki eng zo'r narsalar eng uzoq vaqt natija qiladi. Ingliz tilini o'rganaman desam 3 yil kerak. Matematikani tugataman desam 5 yil kerak. Birorta kasbda mutaxassis bo'laman desam 2 yil kerak. Biror kasbda eng zo'ri bo'laman yurtimda desam 5 yil, 6 yil kerak. Dunyoda zo'r bo'laman desam 10 yil kerak. Bungacha kim sabr qilib turadi? Bungacha faqat ota-ona sabr qilib turadi.